Aynan mana shu kitob sizni Instagramdagi hamma postlaringizni yozib beradi. Nima uchun bilasizmi? Chunki sizga psixologning keragi yo'q. Bu motivatsion kitob. Psixologik emas. Bekadashdim. O'qib ko'rsangiz bilasiz albatta. Menga eng yoqqan jihati, biz Instagramni ko'rganimizda ayollar odatda o'zimizga yoqadigan psixologlarning aqli gaplarini eshitamiz, bilasizmi? Ular ham menimcha aynan shu qaynatilgan qurbaqa bo'lmagan asarni o'qishgan bo'lsa kerak. Asarning o'zini nomi kitob qanaqaligini bildirib turibdi. Men haqimda o'zimdan eshitdim, boshqalardan emas. Aynan Mona Aljahoniy ichimizdagini bilib gapiribdi, ichimizdagini bilib yozibdi. Tarjimasiga gap bo'lishi mumkin emas. Bundan 6 oy avval Milliy telekanaldan bo'shaganimda ham mening ham ichimda shunday hislar o'tgan edi. Men haqimda nega o'zimdan eshitishmadi? Nega boshqa birovning gaplariga kirib ketishimga izn berishdi deb qiynalgan edim. Lekin bilyapmanki, hech narsa bekorga bo'lmagan ekan. Faqatgina o'sha eshitishni bilmaydigan odamlarga bitta gapim bor. Iltimos, meni o'zimdan eshiting, boshqalardan emas. Foyda va zarar orasidagi chegarani ko'rsatib beradigan bu kitobni albatta Yangi asr avlodi nashriyotidan xarid qilishingiz mumkin. Iltimos, qaynatilgan qurbaqa bo'lmang. Asarni albatta o'qing.